Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 15-mart 2026-yil yakshanba. Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bularning materiali nima? Xaba ekan. Pachkaga nech pul bu? Pachkaga 55 ming so'm ekan. Donaga nech pul? 60 ming so'm donaga. Razmerlari 50 dan 56 gacha razmer. Nech xil rasvetkasi bor buni? Ona no'xat gulgachami? Yoki mana bu oxirigacha? Ana shu oxirigacha ekan rasvetkalari. Mana oq, ana shu turibdi, oq. Mana shu joydan boshlanadi mana. Hammasini narxi bir xil mana. Tepa pastlik mana. Bular bambuga chekkadagi nech pul? O'sha ikkita bambu turibdi. 75 mingdan tepa past. Bular tepa pastlar 75 ming so'm ekan. 70 qilib beraveramiz. 70 ming so'm qilib berishaverar ekan. Pachkagami yo donagami? Pachkaga 70. Pachkaga 70 ming so'm, 75 ming so'm donaga. Mana bu tepalikda o'zi turibdi, mana 4 ta. 60 ming. Uzun ko'ylak. Bular uzun ko'ylaklar 60 ming so'm ekan pachkaga mana yashildan yashilgacha. Materiali nima buni? Bambukda. Bambuk materiali. Buni razmeri qanaqa bo'ladi? 56 gacha. 48 dan. 58 gacha. Ha, ana qoralar 58 gacha. 48 dan 58 gacha ekan razmerlar. Donaga, pachkaga sotiladi. Bu kichkina ko'ylaklaringiz nech pul? 50 mingdan. Bular 50 ming so'mdan ekan hammasi. Pachkaga-da, donaga 55 mingmi? Yo'q, bular 58 dan ming. 58. Ya, mana bular 50. Mana shu birinchidan boshlanadi buni. 58 ming 60 ming. Shu joydan boshlanadi 58 ming so'm pachkaga, 60 ming so'm donaga. Mana pachkadagi holatlari. Telefon nomeringizni ayting, necha nomeringiz? 90lik 292 292 1881 ga aloqaga chiqaverasizlar. Bular ham XB materiali. Hammasi XB ekan. Birinchi qo'lan ishlab chiqarish. O'zlari chiqarar ekan ishlab. Aloqaga chiqaverasizlar mana. Kechasi telefon qilmanglar, kunduzi telefon qilasizlar.